that if you think that your life is Hayot qat'iy va adolatsiz bo'lganligi uchun taslim bo'lishni tanlaysizmi? Yana bir bor o'ylab ko'ring. Men 18 yoshimda turmush qurgandim. Oilamdagilar eskilikni qadrlovchi, qattiqqo'l inson edi. Bizlar odobli qizlar edik. Hech qachon ota-onamizga yo'q deb ayta olmaganmiz. Otam meni turmushga bermoqchi bo'ldi. Men esa bu sizni xursand qilsa mayli, roziman degan so'zlardan boshqa hech nima aytmadim ham. Albatta turmush qurganimdan men baxtli emasdim. Turmush qurganimdan 2 yil o'tib men avtohalokatga uchradim. Bu 9 yil oldin edi. Mashinani haydayotgan erimning ko'zi ilingan va biz avtohalokatga uchradik. U sakrashga ulgurdi va hayotini asrab qoldi. Men uning hayoti saqlanib qolgani uchun bundan xursandman. Ammo men mashinaning ichida qolgandim va juda ko'p jarohat oldim. O'ng qo'lim sindi, yelkalarim va bo'yin suyaklari sindi. Butun boshli qovurg'alarim ham sinib ketgandi. Buning oqibatida o'pkam va jigarim qattiq jarohatlangandi. Biroq ana shu jarohatlar meni va mening hayotimni butkul o'zgartirib yubordi. Hayotni qanday yashash borasidagi qarashlarim o'zgardi. Umurtqamning va bel suyaklarimning singani meni hayotimni o'zgartirgan narsa bo'lib qoldi. Men umrbodga falajlanib qoldim. O'shanda ko'plab odamlar kelib menga yordam bergandi. Mashina ichida meni tortib olishgandi. Ular meni mashinadan olib chiqishayotganda men allaqachon falajlanganimni tushungandim. 2,5 oy davomida shifoxonada qoldim va bu kunlar haqiqiy dahshat edi. Men tushkunlik domiga tushib qolgandim. Bir kuni bir doktor oldimga kelib quyidagi gaplarni aytdi. Sen rassom bo'lishni xohlagan ekansan, ammo seni majburlab turmushga berib, uy bekasiga aylantirishgan ekan. Senga yomon yangiligim bor. Endi sen chiza olmaysan. to be an artist but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again. Keyingi kun esa doktor yana keldi va jarohatlaring shu qadar og'irki, endi umuman yura olmaysan deb aytdi. You won't be able to walk again. Men chuqur nafas oldim va mayli deb qo'ydim. All right. Keyingi kun doktor yana keldi va umurtqalarimdagi jarohat tufayli endi farzand ko'ra olmasligimni aytdi. Sensation that you have in your Ana shu kuni men tamom you bo'ldim. won't be able to give birth to a child again. That day I was devastated. I still remember Haligacha yaxshi eslayman. Men onamdan nima uchun aynan men deb so'ragandim. and that is O'sha kundan boshlab men butun boshli hayotimni savol ostiga qo'yishni boshladim. Nima uchun mavjudligim to'g'risida o'yladim. I realized that the word O'shanda men so'zlar qalbga malham bo'lishini anglab yetdim. Onam menga bu kunlar ham o'tib ketadi. Alloh sen uchun ko'zlab qo'ygan rejalar bor. Bunda katta bir hikmat mavjud. Men bu hikmatning nima ekanligini bilmayman, ammo u bor deb surely aytdi. has. That day I decided that I'm going to fight my fears. O'shanda men qo'rquvimga qarshi kurashishga qaror qildim. O'zim qo'rqadigan narsalarning barini birma-bir yozib chiqdim. Va birin-ketin bu qo'rquvlarimni yengishni maqsad qildim. Divorce. Eng katta qo'rquvim nima edi, bilasizmi? I couldn't stand Ajrashish. Bu so'zni ko'rishga ko'zim yo'q edi. this person who Meni endi xohlamay qo'ygan erimdan ajralmaslik uchun unga boricha yaqinlashishga harakat qilardim. but the day I decided Men hammasi yaxshilanishiga umid qilardim. Ammo bu mening qo'rquvimdan boshqa narsa emasligini anglagan kunim, I made myself men erimni erkin qo'yib yubordim that the day va I bu orqali o'zimni ham ozod I qildim. sent him a text. Men hissiyotlarini boshqarishni o'rgandim. Erimning qayta uylanayotganini eshitgan kunim unga sen uchun xursandman va dunyodagi jamiki baxtni tilayman deb xabar yubordim. I won't be able to be a mother again. Men haligacha uning uchun duodaman va u buni biladi. Ikkinchi qo'rquvim endi ona bo'la olmasligim edi. Is acceptance. Bu o'y meni yeb bitirardi, ammo men keyinchalik dunyodagi yagona orzusi ota-onali bo'lish bo'lgan ko'plab bolalar borligini angladim. Born from a very small Yig'lashdan hech qanday naf yo'q. Borib shunchaki bitta bola asrab olish kerak. baby boy and Men shunday qildim ham. 2 yildan so'ng Pokistondagi kichik bir shaharchadan menga qo'ng'iroq qilishdi. labor pains. Ular o'g'il bola chaqaloq borligini va xohlasam asrab olishim mumkinligini taklif qilishdi. Men ha dedim. Ha, men o'sha bolani olaman. Hoziroq borib uni uyimga olib kelaman dedim. It all starts with Sen o'zingni qanday bo'lsang shundayligincha qabul qilishni o'rgangan chog'ing, fantasy about dunyo seni qabul qila boshlaydi. how things should work. Barchasi o'z ichimizdan boshlanadi. Bizda hayot haqidagi ajoyib tasavvur mavjud. We give up. Hammasi mana shunaqa bo'lishi kerak. Bu mening rejam.
Hammasi shu rejaga ko'ra harakatlanishi kerak deb hisoblaymiz. Rejamiz ish bermasa, darrov taslim bo'lib qo'ya qolamiz. Men hech qachon nogironlar aravachasida bo'lishni orzu qilmaganman. Bu haqda hech o'ylab ham ko'rmaganman. Hayot imtihon. Imtihon esa hech qachon yengil bo'lmaydi. Hayotdan yengillik qidirayotgan bo'lsang, hayot sening qo'lingga limon tutqazadi. Sen bundan limonad tayyorlaysan, ammo hayotni ayblama. Chunki sen uning yengil o'tishini kutayotgan eding. Imtihonlar insonlarni yanada kuchliroq insonlarga aylantiradi. Hayot imtihon. Buni anglamoq lozim. Qo'rqish tabiiy, ko'z yosh to'kish tabiiy. Har qanday holatda ham tabiiy. Ammo kishining tanlovi taslim bo'lish bo'lmasligi lozim. Odamlar taslimiyat tanlov emas deyishadi. Yo'q. Taslimiyat bu kishining o'z tanlovi. Muvaffaqiyatsizlikka uchrasang, yana qayta boshlaysan. Yiqilsang turasan, qayta va qayta. Seni hayotda mana shu narsagina harakatda ushlab turadi. Dunyoda sening hayotingni orzu qilib yashayotgan ko'plab odamlar mavjud. Sen hatto buni tasavvur qila olmaysan. Har bir olayotgan nafasingga shukrona keltir. Har bir yashayotgan ongingda tirikligingni his et. O'lim kelishidan oldin o'lma. Hayotingni to'la yashab o't. O'zingni borincha qabul qil. O'zingga mehribon bo'l. Haqiqiy baxt shukronalikda. Shukrona keltir va hayotingdagi har bir lahzani his etib yasha.